Assalomu alaykum hurmatli ilm ahli. Bugun 2025-yil 25-oktyabr. Shanba kuni Toshkent viloyati Angren shahrida turibmiz. Angren ko'mir koni atrofidan bugun video tayyorlaymiz. Bugun demak Angren ko'mir konini atrof muhitga ta'siri, ekosistemaga ta'siri bo'yicha gaplashamiz. Demak, bu yerda Angren ko'mir koni dengiz sathidan 1056 metr balandlikda joylashgan. Tog' oldi tuproqlar tarqalgan. Bu yerda uzoqdan ko'rinib turibdi Angren ko'mir koni. Shaxtasi ham shu yerda. Shu yerga poyezdga yoki mashinalarga yuklab jo'natadigan karyerasi, stansiyasi shu yerda joylashgan. Va bu uzoq yillik faoliyat natijasida atrof muhitga jiddiy ta'sir qilgan. O'simliklarning barglarini ko'ryapsizlar. Demak, uzoq yillik faoliyat natijasida ko'mir konini mayda chiqindilar atrof muhitga tashlanadi. Keyin tashish tizimida, yuklash tizimida, saqlash tizimida atrof muhitga juda katta salbiy ta'siri ko'rinmoqda. Sababi shuni tashish tizimida yo'lda bir 100 metr radiusda, ya'ni yo'lda ikkala tomonda ham 100 metr atrofida bir 15-20 santimetr atrofida kullar to'planib qolgan. Biz birinchi tochkadan namunalar oldik. Endi hozir o'sha ko'mir konidan 800 metr 1 kilometr atrofida uzoqlashdik. Bu yerda mana bog' qilingan ekan. Bog'ga ham demak salbiy ta'sirini o'rganmoqchimiz. Bu yerda demak o'simliklarda namunalardan, shoxlaridan, barglaridan, mevalaridan ham namuna oldik. Bularni demak tarkibini ham o'rganamiz. Demak, shu mevali daraxtlarga qanchalik ta'sir qilyapti, qaysi og'ir metallar to'planyapti, shu tomonlarni o'rganamiz. Mana bu yerda changlar shunday seziladi mana. Chang bo'lib, o'simliklar barglariga to'planib qolgan. Bu yerda yana eng katta xatolik, bu yerda mahalliy aholi shu adir joylarini o'rab olib, mevali daraxtlar ekishgan, mana giloslar ekishgan. Giloslar, olxo'ri, olmalar pishib tugagan. Pastda mana qo'y boqishyapti ekan. Qo'y boqishyapti. Pastdan bexlar pishgan. Bexlar pishgan. Mana shu joylarda shu qo'ylar mana uzoqda ketyapti qo'ylar. Ya'ni shu mol, qo'y boqishadi. Bu atrofda ular shu og'ir metallar ifloslangan yoki deylik organik ifloslangan o'simliklarni yeb o'sib rivojlanishyapti va ularni demak aholi go'shtini, mollarning sutini, go'shtini demak foydalanadi. Bu esa oziq zanjirida og'ir metallarni kirib kelishiga olib keladi. Mana bu yerda behi pishgan, behi, bu yerda malina ekishgan, malina zor qo'shgan. Malina zor qo'shgan. Demak, bular hammasi og'ir metallar bilan organik ifloslangan. Shuning uchun biz hozir o'rganyapmizki, shu ko'mir koni atrofidan ko'mirni saqlash, tashish tizimi atrofidan foydalanish bo'yicha tavsiya ishlab chiqmoqchimiz. 2 kilometrdan keyin, 3 kilometrdan keyin, 5 kilometrdan keyin bunday mevali daraxtlar ekishni tavsiya qilmoqchimiz. Sababi bunday holat insonlarga juda jiddiy zarar keltirib chiqadi. Chunki og'ir metallar bilan agar odamlar zararlansa, u tanada ancha yillar turadi. Ayrim og'ir metallar bilan 100 yil, 500 yil, 1,5 ming yilda o'zining salbiy ta'sirini yo'qotadi.
Shuning uchun imkon qadar bu og'ir metallarni oziqa zanjiriga kirmasligiga harakat qilinishi kerak. Bu yerlarda asosan mana teraklar yaxshi o'sgan. Pastda tollar turibdi. Demak, texnologik ta'siriga uchragan bunday yoki texnologik ta'sir xavfini ostida bo'lgan hududlarda chegarasini belgilash kerak. Va u yerda oziqa zanjiriga kirmaydigan, ya'ni qurilishda ishlatiladigan terak, tol deylik, yani boshqa o'simliklarni ekib bu yerda foydalanish kerak. Lekin mana bu mevali daraxtlar, buta-sumallar, malina va boshqa o'simlik ekish bu yerda insoniyatga jiddiy xavf tug'diradi. Shuning uchun bugun biz shu ko'mirkon atrofidan turli nuqtalardan uzoqlashib borgan sayin tuproq namini olyapmiz. Va bu yerdagi ekologik holatni demak o'rganyapti. Mana professor Jobborov o'tiribdi. Ikkinchi kesmada o'zi charchadi. Mana bu yerda kesma qazilyapti. Tuproq kesmasi qazib shu og'ir metallarni yoki boshqa ifloslovchi moddalarning migratsiyasini o'rganamiz. Tayyor bo'lib qoldimi kesma? Hop. Bu yerda yer osti suvlarini o'rganamiz. Mana natija chiqyapti. Necha chiqyapti? Hozir. 50 загрузка mana. Ancha pastda. Mana shu oraliqda bor ekan, qayerdadir Endi nazariya bo'yicha yer osti suvlari bu yerda kamida 10-15 metrdan pastda bo'ladi. Tog' oldi mintaqasi, tog'da boshlanishi. Shuning uchun bu yerlarda tizza suv bilan bog'langan joy yo'q. Ifloslanishni. Nega shunday bo'lsa, bir o'rganib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, Angren ko'mirkoni atrofidan tuproqlarni olishni davom ettiryapmiz. Hozir ko'mirkondan 1800 metr uzoqlashdik. Aholi punkti, aholi yashaydi bu yerda. Mana bu yerda suvlarga ham ta'sir qilgan. Mana bu yerda kulga o'xshab ko'mirda changi mana yillar davomida mana shunday kul bo'lib to'plangan. Bu yerda suvlarga ta'sir qilgan va shu suvlar bilan ayrim ekinlarni demak bu yerda yetishtirishyapti. Bu yerda bog' qilingan. Aholi yashaydi. O'simliklar zararni jiddiy sezgan bu yerda. Adir hudud bo'lsa ham imkon qadar bu yerda dehqonchilik qilishga, chorvachilik qilishga harakat qilyapti mahalliy aholi. Lekin bular hammasi demak shu ifloslovchi moddalar bilan zarar ko'rgani ko'z bilan ham sezilib turibdi. Demak bularning hammasini o'simliklarda o'rgurlardan, mevalardan namunani olindi, tuproqlardan, suvlardan. Demak bular hammasini analiz qilib tekshiriladiki, qaysi masofagacha ko'mirkonni salbiy ta'sirini demak sezilyapti. Shularni demak hammasi o'rganiladi. Demak, Angren ko'mirkondan 4 kilometr uzoqlashdik. Haqiqiy texnologik buzilish. Demek Angren ko'mirkondan 4 kilometr uzoqlashdik. Mana qarab yuribmiz. Demak, bu yerda Angren ko'mirkonini qazilishi, o'zlashtirish natijasida jiddiy zarar ko'rgan. Endi sekin-sekin ko'mirkonni maydoni kengayib boradi.
atrofdagi o'simliklar mana shunday o'zgarishga uchragan. Asosan bu yerda shamol orqali keladi changlar. Shamol bilan demak tuproqlarga tushib o'simliklar shu yillar davomida demak og'ir metallar kiritilgan chegara kuchlar miqdori ortib boradi. Bu yerda avvallar dehqonchilik qilingan, bu yerda sug'orib dehqonchilik qilingan to'qqiz o'simliklar. Lekin sekin demak sug'orish dehqonchilik qilish bu yerda sekin asta-sekin to'xtayapti. Demak konlarni yana qidirish ishlari olib borilyapti, ular faoliyati kengayapti. Asosiy bu yerdagi e'tibor shu ko'mir koni qazilishi, tashilishi natijasi atrofimizga chiqadigan moddalar tuproqqa tushishi, o'simliklarga ta'siri, tuproqdagi mikroorganizmlarga ta'siri shular baholanadi. Baholab demak insoniyatga qanday ta'siri tahlil qilinadi va ilmiy mulohazalar shakllantiriladi.